Hi guys, salom yaxshilar. Bugungi zavtraqqa achchiqqina ramyon, sirli ramyon va achchiqqina kimchi bilan tovuqni oyog'i. Shuni 2900 ga oldim. O'zbekistonda o'shancha chiqar ekan, qimmat ekan. Va kiyimga o'ralgan guruch. Buning ichida baliq bor, tuna bor. Tuna bilan kimchi bor ekan. Wow. Namchi maza bu. O'zbekistonda quritilgan dengiz o'tini sotadimi? Quritilgan vodorosli sotadimi? Agar sotsa, o'shandan sho'rva qilishni o'rgatardim. Ertaga tug'ilgan kunim. Koreyada tug'ilgan kunda dengiz o'tidan sho'rva etishadi. Va farzandli bo'lganda ham sho'rva etishadi. Radomda men 2 hafta tinmay sho'rva ichganman. Ertalab, obed, kechga. Faqat dengiz o'tidan sho'rva ichilar ekan. Radomda ham, больницада ham. Koreyada больницаga borib tug'asiz, 2-3 kun yotasiz, keyin radomga registratsiya qilgan bo'lsangiz, radomga o'tkazishadi. O'zingiz o'tasiz, to есть registratsiya qilmagan bo'lsangiz, uyga qaytasiz. Shunga qaynonam ertaga dengiz o'tidan sho'rva qilib beraman degandilar. Tug'ilgan kunimga. Sirda qaranglar. Agar O'zbekistonda dengiz o'ti bo'lsa, quritilgan. Sho'rva qilishni o'rgatardik. Pashshazo chiqadi. Lekin birinchi Koreyaga kelganimda yeyolmagandim. Shirinchilikka o'xshagandi. Hozir vashcha yaxshi ko'raman. Sovuqga ham ertaga birinchi marta dengiz o'tidan sho'rva yetishtirib ko'ramiz. Qani, icha olarmikan?